Bu yog'ochning 1 kilogrammi 10 minglab, ba'zan esa 100 minglab dollar turadi. U hatto oltindan ham qimmat bo'lishi mumkin. Bu Kiara. Kiara alohida daraxt emas. U daraxt, ya'ni Aquilaria turkumiga mansub daraxtlarda juda kam hollarda hosil bo'ladigan eng oliy nav qatronli yog'och qismidir. Kiara faqat u daraxtlarning juda kam qismida hosil bo'ladi. Kiara qanday paydo bo'ladi? U daraxtda zamburug' bakteriyal zararlanish yoki mexanik shikastlanishga uchraganda o'zini himoya qilish uchun xushbo'y qatron ajrata boshlaydi. Bu qatron yillar davomida yog'och to'qimalariga singib, uni zich, og'ir va nihoyatda aromatik holga keltiradi. Qatron bilan o'ta yuqori darajada to'yingan o'sha daraxt qismi Kiara deb ataladi. Kiara asosan janubiy-sharqiy Osiyo hududlarida uchraydi va hidida yog'och simon, balzam simon, yanil simon hamda meva simon notalar uyg'unlashadi. Shu kamyoblik sabab Kiara dunyodagi eng qimmat tabiiy aromatik materiallardan biri hisoblanadi. Eng oliy navlisi 1 kilogrammi 100 mingdan 300 ming dollar atrofida bo'ladi. Ana endi pulni qatdan topishni yaxshi bilib oldinglar. Xohlasanglar bizga obuna bo'linglar, chunki ma'lumotlar odatiy emas.